Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Biz bugun yana million so'mlik rubrikani boshladik. O'tgan safargi solida уже 1 million so'm yutib oldim. Hozir biz bu yerga keldik. Anvar kelgandan keyin shart ketma-ketligini tushuntirib boraman. Uni Anvar o'zi kelyapti. Anvar aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Biz bugun yangi rubrika boshladik. U rubrika nimadan iborat bilmayman. Hozir Murod aka aytib beradi. Ya'ni nima demoqchiman? Million so'mni o'tgan safar men yutib oldim. Bu yerda hozir montajda qo'yib yorsalar, kommentariyalarda faqat birga ovoz beraman, Murodga ovoz beraman. Tanishtirishni yozdi. Ha, open budjet bo'lib ketgan, qaror qanday yo'q. Shunaqa bo'lib. Nima deydi? Men yutdim, 1 millionni olaman. 1 million menga tashlab berasizlar, Jahon bilan ikkalang kartamga. Olasan, nalishga bersang ham yaxshi. Bezga qo'yib ketaman. Biz hozir bu yerda nima qilamiz? Bu yerda o'tgan safardagi biz ko'chada qidirib yurdik-ku joylar. Misol uchun bozorda, botanikada, misol uchun odamlar. Bu safar aniq lokatsiyani urib qo'ya qoldim, birato'la. Qiynalmasligimiz uchun. Biroz menga yetmadingiz lekin. Yo'q. Busi. Alloh rozi bo'lsin. Endi hozir qizi joyini aytaman. 1 million yutib oldim. Mana hozir bo'lishda 5 tani, 6 ta bolamiz. Komandada общий operatorlar bor. Joni sog' bo'lsin operatorlarni. $103 oshi bor ekan bular. Endi bildingizmi? Ha, men endi birinchi marta kelishim bu yoqqa. O'sha oshni yeymiz komandaviy. Yaxshi. Agar yesak $500 pul olamiz. De, cho'nchakka uramiz. O'shani yeyman deb o'ylayapsiz. YouTube'ga obunachilarga tarqatamiz o'qib. Agar ola olmasak, sen pulni to'lab ketasan. $103. Uyimni sotib kelyapmanmi? Yo'q, to'lab ketasan. Endi bu nima? Konkurensiya. Biznes есть biznes. Или нет, или нет. Серьезно, я не верил, нет. Endi baribir sen yutqizding-ku. Endi eng qizig'i bor. Bu yerda hali gaplashilmagan. Kirib, aka bilan shu bandda hozir Spark o'ynalyaptim, bilmayman, bandlar qilib qo'yishdi. Biz ham ashta turib, salqin joyda syomka qildik. Yo'q, quyosh ko'rasiz. Sekin kirib, akani ko'ndirib, realistik variantga YouTube'ga syomkalar qilib beramiz, boshqa qilib beramiz. Vaqtga qotmaymiz, deylik. Kiramiz. Stopda rahmat, stop qilinglar. Sen rozimisan? Yo'q, jinni bo'ldi. Birinchidan. To'la olasan, bersang bolalar beribsan, shuning uchun son ishlashyapti. $103 aytyapsiz. $103. Hech chiqmaydi. Yur. Ha, bu uncha pul emas. Yo'q. Hozir aka shu yerda ish qilayotgan ekanlar. Sekin kirib, Anvar gaplashib sekin so'raymiz. Kulminatsiya joyiga kelib, Botir akamning barmoqlariga. Sizlar bolalar. Yaxshimisizlar? Salomatimisiz? Mana shu taksiya bo'ladimi aka? Bo'ladi bemalol. Shu yerda to'satdan bostirib yozsalar, maqsad nima? Aka biz YouTube'ga yangi proyekt qilyapmiz. Bizda YouTube'da million so'mlik rubrika degan narsa bor. Biz ikkalamiz bellashamiz. Ya'ni Instagramga biz videolar olamiz. Restoraningizni, osh qotgan jarayoningizni syomka qilsak deb ruxsat so'ragani keluvdik. Va bemalol. Bizda unaqa bekilish, tortinish yo'q. Bor yo'ni yo'q deysiz. Hozir o'zingiz osh qilib turibsiz aynan. Ha, osh. 24/7 osh qilamiz. 24/7. Ha, mana xudo xolisa qish emas, sezon boshlandi. Kuniga bir tonna osh damlaymiz. Kuniga bir tonna. Ha, qozonlar ham ishga tushadi hozir. Osh svey qo'rib damlab. Odam xohlagan payti kelsa osh bo'ladi. Ha, 24 soat. Vaqti anaqasi yo'q. Farqi 07 xolis bir porsiyadan kam ham suz beramiz. Sizda faqat achchiq osh. To'y oshi ham bor. Undan tashqari 5 barmoq bo'yin, moch pishirib, matalashga, qozongob, qo'l, qora sho'rva, achchu sho'rva, qaynatma, shashliklar, mangallar, ya'ni nima kerak? Esdan chiqib qoladiganini. Qarichi hozir o'zimni sizda hozir programmali narsamni aytdim. Atagi bir 100 xil variant bor ovqatlardan. Мясной, холодный. Unda sizni ham vaqtingizni olmaylik, aka. Osh ustida ekansiz. Biz sekin syomkalarni boshlayversak. Bo'l, bemalol. Yo'q demasangiz. Yo'q, bemalol. Sekin syomkani boshlatib. Arzon qilishingiz ham mumkin yoki reklama roliga oshib turibsiz. Sizlarda hech qanaqa qarshilik yo'q. Unaqa narsa yo'q. Bor narsani ko'rsatib bersanglar bo'ldi. Unaqa bekitib, ani burchakga olib borib, antini olib, bo'tini olib emas. Bor deb chiqarib bersanglar bo'ldi. Shu anti olish mumkin emas, bo'ti nima deydi? Anaqalar yo'q. Zapret yo'q. Bizda
ochib olgan. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, charchamang. Syomka jarayonini boshlaymiz. Endi yana siz bilan bezovta qilib turamiz Yo, bemalol, bemalol. Aka, rahmat. Hozir men kontent olishga o'zi qiynalmayman. Nima desa bo'ladi? Bu degani protsessdan kelib chiqib hamma ishni qilyapti. Nima uchun? Imенно mana shu kuzatuvchilar uchun, ularni vaqtini qiziqarli qilib o'tkazish uchun. Keyin bu syomka sohasi shunaqa juda oson ko'rinmaydi. Odamlarga qiziqarli joylari ko'rinadi, lekin orqasiga mashaqqatlari ko'rinadi. O'sha mashaqqatlarni ko'rish uchun biz qanaqa syomka qilamiz, nimalar qilamiz, o'shalar voqealarni ko'rish uchun sizlar bemalol Instagramga o'tib ham bizani kuzatishingiz mumkin. Aksi pastda ссылка qoldiramiz, bu ссылкаdan o'tib bemalol kirib, cho'kishini o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Endi yurib ketdik, reklama qilib bo'ldi, ichkarida qo'yaylik ko'rdik. Rahmat. Kadr bosimlabdi. Botir aka, tanishganimdan yana bir bor xursandman. Aka, bu achchiqosh bitta dona bo'lsa kerak. O'rta Osiyoda bitta dona, xudo xolasa, endi fillarni ko'paytiramiz. Ko'paytirasiz, xudo xolasa. Botir achchiqosh patent qilingan, hammasi joy-joyida yaxshi ketyapti, etap bilan. Bu necha sotuv joyga tushgan? Bu xudo xolasa 24 sotuvga joylashtirilgan. 24 sotuvga bu yerda premium qilingan, oilaviy kelsalar ham bo'ladi, ulfatlar bilan orqasi choyxona, suvni bo'yida sharoitlar ham bor. Tepada osh o'tkazsanglar ham bo'ladi, to'y o'tkazsanglar ham bo'ladi. Universal qilingan-da. Mehmonlar olib kelib qolsanglar, tepada ikkinchi etajda katta 1000 kishilik joyimiz bor. U yerda futbol ko'rsanglar bo'ladi, boks ko'rsanglar bo'ladi. Botir aka, men ko'zim boya ham sizga aytdim, ichkarida eshitgan bo'lsangiz, spark qo'yilgan ekan. Nima uchun qo'yilgan bu spark? Bu osh chempionati o'tkazilyapti, Botir achchiqosh chempionati o'tkazilyapti. O'sha birinchi yutgan odamga beriladi. Iloji bo'lsa, men niyatim qiynalgan insonga yutsa roziman-da. Ikkinchi o'ringa mana ko'ryapsiz, xaladiniy berilgan. O'sha ko'rsatuvimizda shart bor. Men asosan ikkita komanda boya ko'rsatib Anvar o'sha yerga. Bu ham obzor oladi, men ham obzor. Men asosan shu tashqi ko'rinishlar, jarayonlarni obzor qilaman. Endi sizdan savol nimaga so'rayapman? Qaysi joylarni syomka qilsa bo'ladi restoraningizda? Hamma joy. Hamma joy. Mana men siz sababli hamma joyda o'tganim, hamma narsani ko'rsatib berishim kerak-da. O'tgan odam kelganda, misol bekitadigan narsani kuxnani ham ko'rsatmam kerak bo'lsa, bizda 4 ta kuxna ishlaydi. Baliqga, go'shtli, oshli, keyin atini 5 barmoqga. Universalda bu. Mehmon bilan kelaverasiz, tayyor oshlar ham bo'ladi. Xullas, bekitadigan narsamiz yo'q shu. Unda yuring aka, sekin ichkari kirib joylarni anaqalarni ko'ramiz. Hamma narsani gaplashdik, hozir o'zlari ham shu yerdalar, hozir ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qanaqasiz? Xo'p. O'sha trendga muvofiq tanishingiz kerak, Instagramda ko'rganingiz kerak. Ularni tanishsa kerak hammaligi. $500 bera olaman, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi ko'raman. $500 berib yuboraman. Seni yaxshi ko'raman. Videoni dilpuzlarga yuborib qo'ying. Qarang, siz bilan YouTube syomka olmoqchimiz, bu yoqni Anvar o'zlari tushuntiradi. Sizlar hozir YouTube'da biz Instagram formatida kontent qilyapmiz. Videolarda olib chiqarlar, bilsanglar, videolarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Instagramda $100 oshib olib chiqarlar. O'sha haqida endi to'liq podrobniy video reels qilib Instagramga video syomka qilamiz bular bilan, o'zlari bilan. Yo'qni mana o'zlari boplaydi. Bo'ldi, yog'ini bo'ldi, yechish shartimiz o'chirib. Endi bu yerda nechta ishchi guruh ishlaydi misol-uchun, xodimlar? 100 ta, 150 ta. O'zingiz ham osh damlaysiz? Ha, o'zim ham damlayman. Shu kamanda men chiqib tepasida turaman, davay. Qozonlar ham hammasi ishlaydi, undan tashqari ham qozonlar ham ishlaydi. Kamiga yetmaganiga ko'chaga 6 ta ashdan qozondan qo'yamiz-da ko'chada. Botir aka, bitta savolim bor. Xohlasangiz o'rinli bilmadim. Xohlasangiz javob bering, xohlasangiz bermang. Endi asosiy katta joy, katta odamlar qabul qilyapti. Kuniga misol uchun bir tonna sezon payti osh damlanyapti. Daromad qancha? Endi bitta narsani aytishim kerak. Bu katta dargoh sastav ham o'shanga yarasha 8 ta 10 ta oilani anaqasiga qaraydi. Shuning uchun hamma ishini bo'lashib olgan bu yerda. Misol, meni ishim ovqatga qarab reklamamni qilaman. Pulli ish egasi bor, dokumentatsiya egasi bor, kontrol egasi bor, hammaning o'zining ishi bor. Shuning uchun unaqa narsaga men aralashmayman. Boya ko'rgan bo'lsangiz, Anvar sherigim bor edi. U hozir syomka qilib beribdi.
biza unga shart berishimiz kerak. Keling, shu safar noodatiy qilamiz. Sizda yaxshi shart bo'lsa menga aytsangiz yoki men beraman yoki o'zingiz bering. Bitta narsa aytaymi? Ha, ayting. Siz bemalol ishingizni ko'ring. Men o'zim bir chiroyli shart tayinlab qo'yganman, o'shani beraman. Aha. Ma'qulmi? Bo'l, ma'qul aka. Unda siz ham vaqtingizni olmaylik. Men bu yerda azizini bitta joylarni syomka qilib olaman. Bo'ldi, bo'ldi. Keyin xudo xolasa endi boya osh qilib beraman dedingiz. O'sha osh tayyor bo'lgandan keyin bir stol ustida o'tirib gaplashib, yo'l qilamiz. O'sha paytda shartni aytasiz. Bo'ldi. Ozgina qiynaymiz-da, xafaroq qilaman uni. Ozgina nima deydi, o'zi o'tgan shartni men yutdim. Bu shartni endi ungali, ozgina qiynaymiz-da, xafaroq qilamiz. Keyin sizga nasriyanasini ko'tarib shartni zo'rdan aytsangiz, zo'r bo'lib ketadi. Bo'ldi. Nima bo'ladimi aka? Zo'r, zo'r. Bo'ldi aka, rahmat kattakon. Charchaymang, shu yerdamiz. Ля ты крыса! Uni biz nima qilamiz? Hozir achchiq oshni obzorini olamiz. Akamga ruxsat beramiz. Anvar o'zini ishini qiladi, men o'zim ishimni qilib obzor qilamiz. Osh tayyor bo'lgandan keyin osh ustida o'tirib qolganda anaqalarni gaplashamiz. Anvar, bu safar yana sen yutqizasan, xafa bo'lma. To'xta, ko'rding? Shu sturli qilishdi. Murod aka, o'zi Murod aka sekin jinnini yoqib, achchiq oshni qo'shib oldi. Mana baxtimga Javongarga bordi. Hozir eslab turingiz, bechiray. Yaxshimisiz? Siz bilan ko'rsataman. Ko'rsataman ekan. Aka, просто besh berayotganingizga men uzatdim. Qo'limni shunday. Esladilar, sразу chiqib keldingiz. Men baxtimga Biz hozir syomka qildik. Mayli. Endi nima? Yaxshi yo'l, yaxshi niyat, yaxshi maqsad. Yaxshi. Bitta narsa hozir hamma anaqa tuyulib qoldi, Jahon. Anvar, aytaman hozir kommentariya biz o'tirib syomka qildik, hali ham qilyapmiz. Xo'p. O'tgan safar YouTube'ni ko'rdim. Kursda efirga ketganda kommentariyada bular o'zi kim? Kecha chiqib olib, bugun syomka qilib, o'zi kim? Chala insonlar yo'q-yo'q deyapti. Lekin Anvar buni bilmaydi menimcha odamda. Bizda katta bagaj bor. Zo'rtovada biz ishlaganmiz Anvar bilan operator bo'lib. O'sha insonlar bilan biz ishladik, minnatdorchilik ham bildiraman. O'sha insonlarda biz bagaj orttirib oldik. Endi bagaj bizni Anvar bilan xafa bo'lish yo'q, sketch show, bu mening onam. Kurslarda operator bo'lib, главный operator, koordinator bo'lib, kartina direktori bo'lib ishlaganmiz. O'zi biz kimmiz? O'sha orqali bilsanglar ham bo'ladi. Biz kecha paydo bo'lib qolgan insonlar emasmiz. Bizda katta bagaj bor, katta komanda bor. Bizda komandaviy kuch katta. Biz qayerdadir nima deydi, bitta xonaga kirib olib, nima deydi, YouTube vloglar o'tirganimiz yo'q. Biz ko'chada protsessdamiz. Protsess o'shanisi bilan qiziq. Darzingiz yig'ilibdi. Nasyonga qotgan jonaga mashtaman ochkiz kelib qoldi siz hozir. Qarasam shu syomkani buzildi. O'rtoqlar, aytganlaridek bizda bagaj juda katta. Tak что biz maksimal sizlarni qo'yinglarni olish uchun, sizlarni ana bekorchi vaqtinglarni mana shunaqa interesniy o'tkazish uchun harakatdamiz. Mana shu narsani ham sizlarni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiska, kommentariyaga iltimos, tarixchilik qilmaydi. Iltimos sizlardan. Ukam, bitta xafa bo'lsam bitta narsa aytaman-da. Men seni ko'ryapman. Ukam bor, o'sha ko'p turgan tepib yuraverma hallingda san. Короче, landa o'yin boshlandi. Anvar yana yutqizadi. Safardan beri men yutyapman. Bola becharaga qiyin. Shunda ustozlar ustidan g'alaba qozonadi deb o'ylash kerak emas yoshlar. Ustozga ham o'zi to'n kiydirish. Ustoz ahvolim qalay. Qalondan qochgan ustoz. Mehr berasiz degan umiddaman.
Sizga yana bitta iltimosim bor edi. Mashhadni onamga berib qo'yarsiz. Sizga rahmat. Anvar, mana syomka tugadi. Nima demoqchiman? Anvar 3 soat syomka qildi. Men 1 soat syomka qildim aka bilan. Maqtan. Endi shunda endi qizlik elashgan oqibati shunaqa bo'ladi. Oyog'i keng nima deydi? Maqol bor. Keng oyog'i deb yuradi. Ya'ni shunaqa bo'lib yuribsan. Mani kamerada ko'rib turishda qanaqa qiyin syomka bo'ldi. Tashqariga chiqdim, ichkariga kirdim. Men Botirga olib yuboraman. Aka dedim, bitta osh zo'r dedim, qilib berasiz dedim. Anvarni tushiramiz dedim, o'tgan sonda yutqizgan dedim. O'sha $103. Ha, o'shani olsan yeb beramiz, desa $500. Tarqatamiz obunachilarga. Yo'masan pul to'laysan, sharti shu o'tgan safar yutqizganingni. Hali menda yana bitta o'zimning shartim bor. Sani sharting bor. Uni keyin anaqa osh yeb olgandan keyin aytamiz shartlarni. Shunaqa yaxshiroq. Yoki xohlasan osh paytidan aytib olaveramiz, menga yaxshi farqi yo'q. Hozir men chiqaman, Botir aka anta osh o'zim tayyorlab zo'r qilib qo'yaman dedilar. Siz syomkangizni ko'ring. Hozir Botir aka tayyor bo'lib qoldim, sekin kinalar olib kelaman, osh o'tkazamiz, yeymiz, chiq uramiz. Bolalar, youtuberlar hammaga omad, tomosha qilayotganlarga qomat. Ketdim men. Hozir men bu bolalarga ko'rsataman $500 yutib ketishni. Agar yeb bersa, men ham berib yuboraman. Gazini bosamiz. Omad bolalar, osh bo'lsin. Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Ay vallahi, karillagan bolalarni bir ko'ramiz endi. Hormanglar, charchayapsizlarmi? Ana. Shuni ovormasanglar bo'lmaydi. Bizdan sizga kim kerak? Agar 2 kishi yeb qo'ysanglar, ko'chada isparkingga chiqib ketasizlar. Men zo'r. $103 mashina oshingiz. Mana mashina. Bu $100 kichkina ko'rdi, объемga tushib Paxtani hisoblangan 12 kilo osh 4 kishiga bersa $500. Oktagonchilarga $1000. Xolisi ayollarga $500. 5 kishi ularga. Ayollarga 5 kishi mojna. Yosh bolalarga, maktab bolalariga 6 ta. 7 tagacha mumkin. Ha, nima deb o'ylaysiz? Yo'lingizni yoki Mancha yesa kerak, nima deysizlar, ola? boshim qo'rqadi. O'sha borib qolman. Sizni hozir olib kelib qo'ygandan keyin ko'rinib turibdi. Aniq insonda ikkita miya bo'ladi. Bittasida so'roq, bittasida unda paydo bo'ldi. Montajda qo'ya olaman. Ha, zo'r bo'ladi. Anaqa biz sizga patis tashlaganmiz-da, balkim bonus vaqtda qo'shib berasiz. Qo'shib beraman, agar vaqt yetmasa, men vaqt qo'shib beraman. 10 minut, 15 minut. Shu yeb bo'lishingizga qarab etar bilan gap yo'q. Soatimiz xudo xolisa 16:13 bo'libdi. Bizlar 17:13da biz sizdan bitta anaqa qilamiz-da. Ha, boshqa vaqt ketib Bo'ldi. Ana Aka, osh bo'lsa, rahmat. men shu yerdaman. Keling o'zingizdan bilan qo'shilish ishorasiz zo'r ketadi. Ha, Osh bo'lsa, A few moments later. Hop, o'rtoqlar, mana biz ovqatni yeb chiqdik. Yeb chiqqandan qanaqa yarmini yedi, yarmi qolib ketdi. Botir aka oshga vobshe gap yo'q. Aka biz maza qildik, mazasiga, boshqasiga. Maqtalgandan ham ancha zo'r ekan, lekin mana soat 5 dan 2 minut o'tdi. Ikkita kameraga ko'rsatdim, 5 dan 2 minut o'tdi. Yarmini ham daji yo'madi aka. O'sha endi nima deymiz endi? Boshqa variant endi yo'q. bitta narsa aytaman, tan olish ham mard ishi, gap yo'q. Shunchalik tan olibsizlar. Endi biz hozir $103 sizga berishimiz kerak. Mana kameralar yoqib, $103 va kartangizga ham o'tkazib bersak bo'ladimi yo faqat naqddanmi? Zo'r narsa aytaman. $100 mayli. U o'zini yo'liga. Shunda kerak emas to'g'risimi hozir? Shunaqa. Bitta shart beraman men. Sababini aytaman. Hop. Akim bilan gaplashuvdim. O'shanga men bitta zo'r shart beraman dedim. Do'ppidagi shartim bor. Endi ani osh o'zingizlar bilan olib turasizlar. Men konteynerlarga oshlar solib beraman-da. Oshlar bir 8 tami, 10 tami bilmayman. Shularni olib borib bozordami, qayerdadir qiynalgan odam, aravakashlarga misol martkor bozorga qayergadir borasizlar-da, shuni tarqatib yuborsanglar, o'sha shart bo'ldi. Buni katta shart. Shunda siz bular nomlaridan menga shart beryapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Boya aytdingizmi shartni? Boy men aytdim-da bularga, bitta shartim bor, shart berishim kerak dedim. Shu qanaqa shart bersam bo'ladi deb bular aytdilar. Sen xotir olmaysan, keyin qo'l, ukam men shartni o'zim beraman dedilar. Siz bemalol ishingizni ko'ring. Men o'zim bir chiroyli shart tayyorlab qo'yganman, o'shani beraman. Ma'qulmi? Misol biz yeb yurimiz uni, sizlar ham yedinglar, endi boshqalarga ham ulashishimiz kerak-ku. Xalqimizga yemagan insonlar bor. Shunda siz $103 ga rozi bo'lyapsiz. Men rozi bo'laman unga. Ha, kameralar ko'ryapti aka, $103 ga rozi bo'lyapsiz. Xudo xolisa roziman. Shartdan beryapti. Shuni olib borib xalqimizga yetkazib bersanglar bo'ldi. Xudo xolisa bundan keyin yana bir syomkalar qilamiz. Shahar o'rtasida katta qozonni osh qilib turib tarqatamiz. Xudo xolisa. Yo'masam
Hozir kamerani stol beramiz. Bitta oshni o'sha o'ralayotganini bitta sizlar syomka qilib olsanglar, o'rtoqlar kuzatishda davom etamiz. Xudo xolasa bozorda endi ko'rishamiz. Aka sizga rahmat Rahmat, kattakon. sog' bo'linglar. Yaxshi ko'rishingizga rahmat kattakon. Bu yerda profilni o'sha Instagramni yutib beraman anchadan beri. O'shanga hozir ichki ko'pingan hisobiga endi bu yog'ini o'zinglar amalliysizlar. Unga bering, u tarqatadigan odam u, shart bajaradigan odam u. Shart bajaradigan bo'ldi. Omad tunda sizlarga mayli. Aka, sog' bo'ling. Yaxshi, charchang. Hali ko'rishamiz. Bizlarga omad, Jahongir akaga qomat. Endi nima deymiz? Men Anvar oshlarni olding, ishni bitirdik, syomkani bitirdik. Endi men ishim bor. O'zing sekin borib, oshlarni tarqatib, egalariga topshirasan, men ketdim. O'rtoqlar, sizlar ham shoshmanglar, o'tkazib yuborishga shoshmang. Men hali shart berganim yo'q. Meni ham shartim bor sizga. Qo'y shartingni bermay qo'ying, sekin keta qoling. Bo'ldi, meni shartim, men bilan birga borib mashina tarqatasiz. Men shoshayotgan bo'lsangiz ham, takishda menga qizig'i yo'q. Ketdi aka. Yo'q, qo'ysangchi. Aka, ketmaydi. Bekorga anaqa olamiz, vaqt olamiz. Kuzatuvchilarning o'zimiz bilan 1, 2, 3 biz universaldamiz. Mana biz universalga yetib keldik. Mana biz keldik. Hozir nima qilamiz? Oshli qo'limizda ikkiga bo'linamiz. Anvar, sen bozorga tarqatasan, men mana shu egasiga kerak insonlarni topib tarqataman. Mana shu yig'ilamiz. O'shanda to'g'riroq bo'ladi. Vaqtdan yutamiz. Nima deysan? Kelishdikmi? Bo'ldi. Davay ket. Aka, Sizni bozorga boshdan bitta aravachi akam ko'rib qoldi, shular bilan gaplashamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchagansiz, sog'laringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Mashina sizga ulashmoqchimiz. Mana aka, yoqimli ishlaqa, charchamang, yaxshilik ko'rishaylik. Xo'p, yo'l davom etamiz. biz tunnelni oldini hozir aylandik. Bu yerda qiynalgan inson topolmadik. Shuning uchun Anvarga telefon qilamiz. Anvar bilan gaplashamiz. Anvarda aravakashlar topgan bo'lsa, o'shalarga tarqatamiz. Hozir o'sha variant. Hozir stop qilganimizda 5 minutcha aylandik, atrofda yo'q ekan. Ishlar yaxshimi? To'sa qo'yasizlarmi? Ishlaringiz qanaqa aka? Sal biroz Bozorda shunaqa arava tortasiz. Biz mana so'mka qolamiz aka, YouTube'ga bu narsa endi odamlarga yaxshilik ulashish bir qanaqasida maqsadda bir chiqib suhbatlashib boshqa qilib yuribmiz. yo'q, meni qo'ying. Sizga Botir boshdan xudo xohlasa bitta oshni hadya sifatida bermoqchimiz. Mana aka, obed jihatida sizga bir mazza qilib ovqatlanasiz. Unga duo qilib. Rahmat. Charchamang, ishingizga rivoj aka. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchaysizmi? Kameraga syomka qilamiz. Qarang. Biz ko'rsatyapmiz YouTube'ga. Botir oshi bilasizmi? Ha, bilaman. Botir oshda bizda oshlar bor. Bitta nima deydi? Hozir bular akamni ko'rdim, duo qildi. Shunaqa bitta duo qilib bersangiz, bitta osh beraman. Bo'ldi. Botir osh zo'r. Botirni ham bilaman. Botirga hamma boradi. Oshga hamisha omadini bersin. Botirga yuzga kirasiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar madaniyatga boringlar. Xo'pmi? O'sha yerda Botir osh bor. Agar bormasanglar xabar bo'laman. Omadlarini bersin. Botirga yuzga kirsin. Oshlardan odamlar kelib yeb ketursa, obi ovlaydi. Pa! Endi bizlarni ham bitta duo qiling. Komandada bolalar ishlayapti. Botir aka boshqa daraja. Endi bizga o'ting. Bolalar, ilon omadlar. Uylanganmisizlar? Ha, uylangan. Ilon bolalaringga bos bo'laring. Xotining bilan qo'shib bo'laring. Omadlaring bersin. Kengayotgan, kirayotgan sanlari mustaqillik 34 yil bayramdan tavring. Mashaqqat televideniyega hammani olib, doim xursand qilib yurlaring. Ilohim omadlaring bersin. Onging o'raydi. Oling aka oshdan. O'rtoqlar, mana biz hozir 3 ta oshni tarqatdik umumiy. Bittasi qoldi. Uchinchisini videosi qo'yilmayapti. Sababi nimaga? Bizda bitta yosh katta dog'da chiqdilar. Bola mana videoga olmalar endi iltimos qildi-da. Shuni hisobiga berib yubordik. Bu narsasilar ham biz ham to'g'ri tushunamiz. Misol uchun vaqt kelsa kimdir xohlaydi, kimdir xohlamaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uzr bezovta qolma. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Botir osh bilasizlar. Hozir biz ularda osh tarqatyapmiz. Endi bayram munosabati bilan o'shanda oshdan olinglar aka. Yo, aka oling oshni. Akamakasi. Behijolat. Ovring, nima ujin qilib olasizlar bitta. Yo, joyi mana
Osh tayyor issiqina achchiq osh. Oling aka. Rahmat aka, sog' bo'linglar. Voy. Yoqimli ishtaqa aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? YouTube'da bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Короче, tars osh tarqatdik, qutuldik dedi-yu. Mayli, osh tarqatdik. Bizani nima deydi, qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Prosmotrlarni bong'latinglar, like, kommentariya, kolokольчикlarni, подписчикlarni bosinglar. Hozir Anvarlar nima qilyapti? Anvarlarni topamiz, bozor yana boshida qaytadan ko'rishamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana biz va nihoyat tarqatib, bir universalni kezib chiqib, syomkani tugatdik. Baba ko'ngling bo'shadi-ya, uka. Ha, maza qilaman. Nima, endi biz bugungi syomkamiz tugadi. Kichkinagina mehnatimizni katta baho berganinglar uchun ham katta rahmat. Endi nima deymiz? Har doimdagi birinchi video meniki, ikkinchi video Anvarniki. Hozir bundan keyin xayrlashganimizdan keyin videolar qo'yiladi. Kommentariyada yana baho berasizlar. Yutgan odamga pul yutug'i o'sha 1 million so'm yutug'i. Menga kartonga sali pul tashab bermandilaring, tashab berishlaring kerak. Xabaringlar bor, anchadan beri Instagramda shu oshni reklama qilaman. Bugun sizlarga shu osh haqida batafsil ma'lumot berib o'taman va necha kilo osh yeb bersanglar $500 berib olishim haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Xo'p, oshimiz ustida bitta matalashka, 8 ta bedana go'shti, 8 ta koreyka, 8 ta ilik, 20 ta toq, 20 ta bedana tuxumi va 27 ta bo'ling qazi mavjud. Mana endi $103 o'sha mashhur oshimizni tarozida necha kiloligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 14,5 kilo ko'rsatyapti. Demak, laganini minus qilib tashlaganimizda jami 12 kilo osh bor. Manzilimiz Uch Qahramon postidan 6 kilometr ichkarida, Madaniyatda Botir Achchig'och choyxonasi. Mana osh haqida to'liq ma'lumotga ham ega bo'ldinglar, manzilimizni ham bilib oldinglar. Endi 4 ta bo'lib kelib 1 soat ichida o'sha oshimni hammasini yeb bera olsanglar $500 berib yuboraman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammanglarni Botir Achchig'ochda kutib qolaman.